bugun shuncha kun tozalandik, maqsadlarimizni kimnikiligini aniqlashtirdik, necha foiz bo'lsa ham endi qildik. Kimnikiligini bilib oldik, programmalarimiz kimnikiligini bilib oldik, maqsadlarimiz kimnikiligini bilib oldik, o'zimizni matritsamizni farqlab oldik, qanchalik bo'lsa hamda oldingiga qaraganda baribir. Biz aytaylik nechidir foizgadir tozalandik. Sizni pul kodingizni faollashtirish uchun, aktivatsiya kodov bo'lishi uchun siz kirlanib yotgan tanada unaqa qila olmaysiz. Vibratsiya tushib yotgan tanada unaqa qila olmaysiz. Agar qilsangiz ham sizni vibratsiyangiz oshmagan tarzda pul kodlaringizni faollashtiradigan bo'lsak, siz aynan o'sha yerga oid harakatlar qilib boshlaysiz. Ya'ni kelsa maqtan boshlaysiz, yana deb boshlaysiz. Boshqa deb baribir barakasiz bo'ladi, boshqa bo'ladi. Chunki sizni sevgi boshqarmaydi, sizni alam, nafratingiz, kimgadir ko'rsatib qo'yish hissi boshqaradi. O'shani hisobiga u pullarda barakasi bo'lmaydi. Endi biz 6 kun tozalandik, qanchalik ilojimiz bo'lsa shunchalik tozalandik, vazifalarni qanchalik darajada qilish kerak bo'lsa qildik. Ko'rdilaring, prosta o'tirib yozganlaringda shuncha natija bo'ldi. Bo'lgandan keyin endi biz sizlarga keladigan pullarni faollashtiramiz, kodini faollashtiramiz. Bugun o'shani tayyorlab qo'ydim. Bugun men shuni erimga 3 marta qildim, turmush o'rtog'imga 3 marta qildik. 3 marta ham erim o'zi qarshilik qildi shekilli, yo'q men qarshilik qildim, farqi yo'q. Mana shunaqangi ong baribir baland bo'lsa ham baribir qarshilik bo'ladi, baribir qarshilik qilasiz. Erim 3 marta turib qaytib qildik, baribir 3 marta ham qildik. Qilib o'sha narsani bugun aynan shuni o'zim ham qilib yuribman. Tak, endi pul kodini faollashtiramiz. Sochlaringda ro'mol, pomol, zakolkalar bo'lsa hammasini yechib tashlab, oyoqlar, qo'llar ochib tashlangan. Chuqur nafas oling, burningiz bilan oling. Zadержка. Burningiz bilan chiqaring. Og'zingiz bilan oling. Zadержка. Ushlab turing, nafas ushlang. Chiqaring. Yana nafas. Chiqaring. Xolos ko'zingizni ochib olsangiz bo'ladi. Xolos ko'zingizni yumib olsangiz bo'ladi. Agar kursda endi qatnashayotgan bo'lsangiz, ko'zingizni yumib oling. Agar ancha kursga gap tashlagan bo'lsangiz, ko'zingizni ochib, hayolingiz ketib qolsa bo'ladi. O'tirib olsangiz bo'ladi. Suvingizni tinmay iching. Endi nimada o'tirgan bo'lsangiz, xontaxtani atrofida o'tiribsizmi, divaningizda o'tiribsizmi, kravatingizda o'tiribsizmi? O'tirgan matrasingizda erib yo'q bo'lib keting. O'tirgan stulingizda, ko'rpachangizda erib yo'q bo'lib keting. Mingta bo'laklarga bo'linib keting. Xonangizda nima bo'lsa, televizor bormi, telefon bormi, daftar ruchka bormi, hammasida erib yo'q bo'lib keting. Mingta bo'laklarga bo'lining. Yostiqlaringizda, gilamlaringizda, xonangizda nima bo'lsa, pardalaringizda, devorlaringizda, shiftlaringizda
erib yo'q bo'lib ketdi. Mingta, millionta bo'laklarga bo'linib keting. Butun qoningizda erib keting. Endi butun hovlingizda har bitta hovlingizdagi daraxtda, hovlingizdagi har bitta qurilgan uyda, har patolog, har bitta shift, har bitta devor erib yo'q bo'lib ketayotganingizni ko'ring. Endi butun shaharingizda erib yo'q bo'lib keting. Shaharni ichida erib yo'q bo'lib ketyapsizmi? Shahar sizni ichingizda erib yo'q bo'lib ketyaptimi? Buni umuman aloqasi yo'q. Ahamiyati yo'q. Endi butun yer sharida erib keting. Butun galaktikada erib keting. Siz yo'qsiz. Muammolaringiz, alamlar, pulsizlik, janjallar hammasini ichida erib yo'q bo'lib keting. Agar hozir qaytingizdir og'riyotgan bo'lsa, o'sha og'riqni ichida yo'q bo'lib keting. Tanangizda hech narsa qolmadi. Tanangiz shaffof holatga, xrustal holatiga, kristal holatga kelib qoldi. Har bitta tana a'zolaringiz ko'rinyapti. Ichingizdagi har bitta a'zo, yurak, o't, pufak, hamma narsa ko'rinib turibdi. Shu darajada kristal holatga kelib qoldingiz. Hozir siz astraldasiz. Ustingizdan tushayotgan nur butunlay hamma qolgan alamlarni ham yuvib tashladi. Oyog'ingiz tagidan chiqib, yer bilan ulanib ketdi. U nurda erib yo'q bo'lib keting. Endi qarshingizda cheksiz pullar, cheksiz pullar sivilizatsiyasi. Dollar, yevro, elektron pullar,
u platforma sivilizatsiya qo'riqlovchilari sizni qarshi olishyapti va sizga xush kelibsan deyishyapti. O'sha sivilizatsiyada erib yo'q bo'lib ketding. Asl pullar nima ekanligini, asl saxiylik nima ekanligini, asl baxt, muruvvat, xursandchilik nima ekanligini his qiling va erib yo'q bo'lib keting. Milliardta bo'lakchalarga bo'linib keting. O'zingizga har xil shakllar ko'rinishi mumkin. Raqamlar kelishi mumkin. Ertaga kun davomida bugun kechqurun tushingizda o'sha kodlarni yozib olasiz. Hozir urushga boshlagan bo'lishi mumkin. Bu sizni sehrgarlik kodingiz. U ko'rinib boshlasa, yozib olib esda qoldiring. U har xil bo'lishi mumkin. 111, 1111, 1221, 999. Hammaniki har xil. Hayotingizda bu kodlarni qanday ishlatasiz? Agar ko'proq ko'rina boshlasa, demak siz to'g'ri yo'ldasiz. Sehrgarlikka qarab ketyapsiz. Agar ko'rinmay ketsa, bir sinxronlik uzilib qoldi, vibratsiya tushib ketgan. Cheksiz pullar sivilizatsiyasida o'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Sokin, umuman shoshilinch, qayg'u, xavotir umuman yo'q. Faqat tinchlik, faqat halovat, faqat minnatdorchilik hissi. Boshqa hech narsa yo'q. Shu hisni yodda saqlang. Shu his qolsin siz bilan. Siz alohida pul terib yotgan odam emassiz u yerda. Siz alohida pulga qarab yotgan ruh emassiz u yerda. Siz million bo'laklarga bo'linib ketdingiz. Siz yo'qsiz u yerda. Hislaringizni yodda saqlang. Nima his kelyapti? Yig'lagingiz kelyaptimi? Hamma narsa to'kin sochin ekan-ku. Hamma narsa ko'p ekan-ku, bor ekan-ku. Pullar ko'p ekan-ku degan his kelyaptimi? Yoki tushunmayapsizmi? Mayli, nima bo'lsa ham o'sha hisni yodda saqlang. Va u sivilizatsiyaga minnatdorchilik bildirib, sivilizatsiya egalariga minnatdorchilik bildirib, astralda bitta nuqtaga yig'iling.
Hamma joydan yig'ing har bitta nuqtalaringizni. Umuman serobgar ruhda hamma narsa to'kin sochinlik ekan. Qashshoqlik, yo'qchilik bu shunchaki illyuziya ekan. Mani qo'limdan hamma narsa kelar ekan. degan his bilan o'zingizni bitta nuqtaga yig'ing. Har bir galaktikaga, samoviy oilangizga, o'zingizga, har bir insonga, ruhga, har biriga minnatdorchilik bildiring. Menga shu hisni yodga olganim uchun, yordam berganlaring uchun minnatdorman. Minnatdorman. Va sekinlik bilan holingizga qayting. O'zingizga qaytsangiz bo'ladi. Yaxshimisizlar?